Har faslning o'z xislati bor. Har faslning o'z fazilati. Kumush qishdan, zumrad bahordan qolishmaydi kuzning ziynati. Mana shu maktabda yodlagan ajoyib satrlar bugun sevimli shoiramiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zulfiya Mo'minovaga ham olam ilhom baxsh etayotgan bo'lsa ajab emas. Zulfiya opa, bugun muxlislaringizni qaysi bir ajoyib she'ringiz bilan xushnud etasiz? Albatta, kuz faslini shoirlar fasli deyishadi. Haqiqatda kuz olam bizga ilhom bag'ishlaydi. Umuman kuzda butun dunyo oltinga aylangandek, butun dunyo bir onaga o'xshab o'zini mehrini, o'zini saxovatini, o'zini mehrini, bor kuchi, bor go'zalligini, bor mevasini, bor hosildorlik, xayr va barakasini farzandlariga berayotgan bir faslga o'xshaydi. Bir onaga o'xshaydi kuz. Xuddi shu kuz faslida albatta meni ham ko'p she'rlarim yozilgan. Mana shu she'rlardan bittasi Turnalar qaytguncha omon bo'laylik degan she'rim. Bilasiz, turnalar, men shu turnalarni biz o'zimizni xalqimizga o'xshataman. Birlashgan xalqimizga o'xshataman. Osmonda hech qachon yolg'iz uchayotgan turnani ko'rmaysiz. Turnalar hamisha gala bo'lib uchishadi va shuning uchun ham ko'zlangan maqsadga yetadi. Turnalar ko'rsangiz bir-birini ortidan uchib ketayotgan turnalar nima uchun bular arqon bo'lib, gilam bo'lib uchadi desak, o'sha birinchi ketida o'rinda ketayotgan turna orqadagi turnalarni shamoldan, ayozlardan himoya qilib borar ekan. Ya'ni birinchida ketayotgan turnaga ko'proq shamollarni, ayozlarni, bo'ronlarni, yomg'irlarni zarbasi tegar ekanda va ular orqada kelayotgan turnalarni o'sha shamollarni shiddatidan, sovuqdan, ayozdan saqlab borar ekan. Shu uchun ham biz bir-birini eng orqada ketayotgan turnalar eng zaifi bo'lar ekan. Endi yoshi kattasi oldinda ketayotgan turnalar ularni himoya qilib ketar ekan. Bizni xalqimizga o'xshaydi. Ya'ni keksalarini, go'daklarini avaylaydigan xalqqa o'xshaydi turnalar. Mana turna qaytdi qumrilar, qay daraxt yiqildi, qay tosh surilar, boshga tushganini ko'zlab ko'rilar, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Mana turna qaytdi qumrilar, umr mahzungina matal kutaylik, turnalarni to'rt ko'z tugal kutaylik, eshiklar oldida maqtal kutaylik, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Men ko'nglimning quli, o'zing hushyor bo'l, menga tosh otsalar tani devor bo'l, do'stim sen o'lmagin, yonimda bor bo'l, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Goh bilib, bildirmay o'tar odamlar, suvga ketgan kabi ketar odamlar, dunyo barchamizga yetar odamlar, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Izlasak anqo topilar, har kimga bir jon fido topilar, odam topilmaydi, dunyo topilar, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Xalqimiz bilan turnalar qaytguncha omon bo'laylik, baxtli bo'laylik, qudratli bo'laylik. Mana shunday birlashaveraylik. Zulfiya opa, bilasiz, kuzni oltin kuz deb ham ta'riflashadi. Nazarimda bugun muxlislaringiz oltin kuz bag'ridagi oltin satrlaringizga oshno bo'ldi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyatining eng faol a'zosi sevimli shoiramiz Zulfiya Mo'minova har faslga xos, o'ziga mos betakror shoiramiz sizning bugun mehmoningizdir. Salomat bo'ling, ijodingizga baraka tilaymiz. Salomat bo'ling, rahmat.